Prezidentimiz tashabbusi bilan barcha yoshlar o'z qiziqishidan kelib chiqib, iste'dodini namoyish qilish uchun o'tkazilayotgan 5 tashabbus olimpiadasi loyihasi ko'plab sportsevarlarni birlashtirmoqda. Poytaxtimizdagi ekoparkda ushbu musobaqa dasturidan o'rin olgan workout bo'yicha bahslar tashkil etildi. Mazkur mashqlar bilan ushbu dastur bo'yicha Toshkent shahar bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Aytish kerak, joriy yilda 5 tashabbus olimpiadasi doirasidan o'rin olgan 13 ta sport turi bo'yicha yoshlar o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishyapti. Workout bo'yicha 171.199 nafar havaskor sportchilar g'olib bo'lish maqsadida ishtirok etishdi. 5 tashabbus olimpiadasi musobaqasi doirasida workout yo'nalishi bo'yicha Toshkent shahar bosqichi qizg'in bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada Toshkent shahrining 12 ta tumanidan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan sportchi yoshlar o'z mahoratlarini namoyish etishdi. Musobaqa so'ngida g'olib bo'lgan jamoa esa respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Unga ko'ra birinchi o'rin Mirzo Ulug'bek tumanining Kamolot mahalla fuqarolar yig'ini vakili Hasan Nurullayevga nasib etdi. Sergeli tumani Oltin Vodiy mahallasidan Aziz Islombekov ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Kuchli uchlikdan esa Sergeli tumani Yangi Sergeli mahallasi a'zosi Hasan Yuldashev yakun yasab berdi.